Assalomu alaykum Akbarjon. Mana Stahana Black modelini yangilik ekan. Zotadan o'rnatib tayyorlab qo'ydik. Namangan viloyati Norinkapa tumani, Norin tumani Norinkapa qishlog'i ekan. Shu yerga o'rnatdik. Mana uyda egalari G'anishir akamiz. Mana sistemalarimiz. Bu yoqlarini o'zimiz tayyorlab berdik. Akkumulyator UPS, gidrostrelka qilib. Bu yoqlarda chornovoy sistemalar tayyor bo'lgan ekan bari. Hozir mana shu barkol ko'miramiz. Yirikligi 8 cm gacha. Mana yonish holatlari. Hozir mana mощность pastladi. Graduslarimiz ko'tarilishni boshlagan. Обратный ikkinchi etajlarga dushlardagi issiqxonadagi birinchi etaj. Mana tashqarida ikki etajli joy ekan. Radiator bo'lgan ekan polniy. Bu yoqlarda ham bu yoqlarda mana dushlari issiqxona bo'lgan ekan bari. Shu mana bu yoqda ham uylar bor ekan, hammasi. Dimoxodlarimiz mana Asinkovoy 07 listam bo'ldi. Markazga o'rnatilgan. 10 metr balandlikda. UPS'larimiz hozir davlat toki kelyapti, zaryad beryapti. Mana burchakda rejimi. Hozir mana bu yoqda avtomat davlat tokini o'chiramiz. Avtomatik o'tadi. O'tdi, akkumulyatordan olib ishlatishni boshlayapti. Mana hozir qayta yoqamiz. Avtomatik o'tadi. Bu yoqda mana zaslonkalar o'rnatilgan holatlari. Osti zaglushkasi. Kataloglarni ro'ylar arxivat qilishar ekan.